Assalomu alaykum azizlarim. Chikagodan hammaga salom. Bugungi nega shu meni imijim bo'lish kerak? Mana buzding hozir videoni. Bugungi videomiz taqinchoqlar, ya'ni bijuteriyalar haqida. Meni o'zim hamma ayollar yaxshi ko'rsa kerak. Meni o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun bugungi videomni sizlarga bag'ishladim. Qizlar, kelinlar, ayollar va yana xohlaganlarga. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu. Sizlarga shuni aytishim kerakki, bu sirg'alarni ham bir xil paytda отдельно olaman, bir xil paytda sirg'asi ham bo'ladi, tsepочкasi ham, munchog'i ham birga bo'ladi. Bir xil paytda bo'lmaydi. Shuning uchun ularga o'zim tanlayman. Mana buni masalan, unda yo'q edi. Mana uni tanladim. Men bilmayman, faqat shuni tanlab turibman. Balkim keyin o'zgartirarman. Yana o'ziga mosini topsam o'zgartirarman. Keyingisi endi bu ham juda ham qiziq, qaranglar, bu boy o'g'li haqida bo'ladi. Boy o'g'lini kallachasi mana sirg'achasi. Mana. Ko'ryapsizlar? Mana qaraliq juda ham menga yoqadi shunaqa ranglarni. Munchoq. Bunda o'zini munchog'i bor, sirg'asi bor edi mana. O'zim yana bitta sirg'a qo'shdim. Mana hozir yana sizlarga ko'rsatay. Mana. Bu ham juda ham bir qiziqcha, antiqa bir sirg'a bilan munchoq. Bunga yana anosi ham bor. Bunaqa sirg'a ham qo'shganman. Mana. Sizlarda nima deyiladi? Sirg'a deyiladimi, zirak deyiladimi, baldoq deyiladimi? Bizlarda sirg'a deyiladi. Keyingisi mana bunaqadir cho'mma-siniy rangli, bu ham bir chiroyligina munchoq bilan sirg'a. Nimani gapiryapsan? Mana chiroyli ko'rsatmaga bersangiz bo'ladi ekan. Voy, koshki taqsang. Keyingisi o'rtoqlar, mana u bilan mana uni mosladim. Lekin hali yana ko'raman, to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi. Mana sirg'asi salgina nima deydi, cho'mliroq ekan. Balkim yana boshqa toparman bu o'rniga. Mana uni ham juda ham yaxshi ko'raman. Mana u sirg'a bilan taqinchoqni anosini, kulonchigini bilan sirg'asini qaranglar. Juda ham bir chiroyli. O'zimga juda yoqadi bu. Mana. Keyingisi mana uni anosini topdim. Lekin sirg'asini topmaganim uchun mana uni qo'yib qo'ydim. Qani, balkim taqqanda chiroyli ko'rinar. Balkim o'zini sirg'asini ham toparman. Keyingisi mana munchoq. Bu o'zimizda bilsalaring, o'zbeklar yaxshi ko'radigan bunaqa munchoqlar bo'ladi bu. Mana. O'shanaqa munchoq. O'zbekistonni eslatadigan mana sirg'asi bilan. Koshki taqsang. Mana. Bering deydi, lekin taqqanini xudo biladi. Bir joyga tashlaydi bular. Mana manasi
Bunga bunaqa moslab oldim. Mana. Yoqaveradi senga ko'pi, lekin sen taqishing vряд ли. Tak, keyingisi. Yo, aldama iltimos. Olasanda yo'qotasanda keyin pilisos qo'yasanda pilisos hammasini ichiga yutib yuboradi-da, keyin yo'qoladi. Bu ham juda ham bir o'ziga xos, boshqacharoq silg'a bilan. Bu o'zini komplekti. Qarang, bu ham juda qiziq. Mana. Mana, voy, вообще, mana цветочек bu. Juda, конечно, bu молодежный, lekin nechun men ham taqsam hech narsa qilmaydi. Endi 60 dan oshdim deb taqmasligim. Mana, buni ham men sizlarga aytsam, hozir hammasini taqib ko'raman. Nima deysizlar? Bilmadim. Balkim yomon dersizlar, balkim yaxshi dersizlar. Mana taqib ko'raman. Ana shunaqa taqlar. Mana azizlarim, taqinchoqlarni ham ko'rsatdim, taqib ham ko'rdim. Nima deysizlar? Sizlarga yoqdimi? Ya, hali taqinchoqlarim juda ko'p, hali yana ko'p videolar bo'ladi bular haqida. Shuning uchun sizlardan kommentariy kutib qolaman, like bosishlaringizni xohlayman. Обязательно подписка bo'linglar. Qiziq bijuteriyalar ko'rasizlar.